Qachongacha rang ko'tarib, trim o'ynab, butka o'ynab yurmoqchisan? PUBG o'ynashdan maqsading nima o'zi sana? PUBG o'ynab vaqtingni bekorga sarflayapsan. Vaqtingni bekorga sarflaganingdan ko'ra PUBGni o'chirib tashlaganing yaxshi. Agar PUBGdan keta olmayotgan bo'lsang, unda PUBGdan pul topishga harakat qil. Hozir sen aytasan, sani kanaling bor, kanalning orqasidan pul topasan, men qayerdan pul topaman deb. Rang ko'tarib, trim o'ynab, butka o'ynab pul topolmaysan, lekin turnir o'ynasang-chi? Men senga katta turnirlarga qatnashib, kuchli guruhlar orasida cho'toqlarni o'tib ket demayapman. Hozirgi vaqtda ko'plab Telegram kanallarda kichik turnirlar o'tkazilmoqda. Meni shu joyda sizning Telegram kanalingiz nomi bo'lishi mumkin, lekin siz menga reklama uchun pul bermadingiz. Shunaqa Telegram kanallardagi kichik turnirlarga qatnash va o'z kuchingni sinab ko'r. Yusili lobbilar qo'shmanglar. Yusili lobbilarga bitam botam qo'shilib ketaveradi. Turnirga bo'lsa, o'z kuchiga ishonadigan sirli guruhlar qo'shiladi. Shuning uchun turnir o'z nomi bilan turnir. Shu joyda sizlar aytishingiz mumkin, sen o'zing nimaga turnirga qo'shilmaysan deb. Meni kanalim bor-ku. Bu videoni PUBGda 2-3 yillik opiti bor, yaxshi o'ynaydigan bolaga yuborib qo'yinglar. Zora shu videodan keyin turnir o'ynashni boshlasa. Sizlar bilan esa har doimgidek Renax PUBG'im bo'ldi.